Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, biz navbatdagi tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumanida xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda yakuniga yetkazib berdik. Qadrdonlar, bu xonadonimizga salkam 60 million pul ketdi. Darvozaxonalarimizga 3 ta kosmoslari bilan qilib berganmiz, shapkalarimizni qilib berganmiz do'stlar. Ko'cha shapka, ichkari shapka hamda darvozaxonalar hamda frontollarni ham tunikafon bilan chiroyli holatda berkitib berganmiz. Do'stlar, ichkari shapkalarimiz uzunligi 40 metr atrofida, ikki etajli fasonimizdan bo'lgan, taglari navo holatda qadrdonlar. Xo'p, turbalarni ham tushirib berganmiz do'stlar. Turba tarnovlarimiz metrga hisoblanadi. Bu xonadonda o'zi tarnov bu tomonda bor ekan, faqat 16 metr nariyoqqa qo'ydik. Turbalarni esa polностью o'zimiz tushirib berdik. Turba tarnovlar metrga hisoblanadi, tunikafon esa kvadratga. Tunikafonni 1 kvadratini 120 ming so'mdan 135 ming, 140 ming so'mgacha kelishilgan holda material yuqi qalinligiga qarab, xudo xolasa mana shunaqa go'zal holatda qilib bermoqdamiz. Do'stlar, ko'ringlar, agar sizlarga ham tunikafon xizmatlarimiz yoqsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Xudo xolasa kelishib olsak, navbatdagi tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin do'stlar. Bu esa ko'cha tomon shapkamiz do'stlar. Ko'cha tomon shapkamizga e'tibor berasizlar. Ikkita joyida figurasi bor edi. O'zingizlar ko'rib tursanglar, xudo xolasa figuralarni ham chiroyli holatda burib o'tib ketganmiz. Ko'ringlar bir xilligini do'stlar. Agar ishimizning sifati sizlarga ma'qul kelib qolsa, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xudo xolasa xonadonlarga mana shunaqa chiroyli holatdagi tunikafonlar zakaz qilsanglar bo'ladi qadrdonlar. Agar musofirda bo'lsanglar ham ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Do'stlar, eslatib o'tamiz, tunikafonda joyning kvadratiga emas, ishlatilgan materialning kvadratiga pul berasizlar. Mana shu fasonlarimizda do'stlar 2 baravar atrofida